Agar logistika sizni gelik olishgacha olib boradi desam, barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishga, oxirigacha borishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Men ham bu sohaga boshida shunchaki ishlash uchun kirgandim, lekin bu ishim meni butun hayotimni o'zgartirishga sabab bo'ldi. To'g'ri, boshida oson bo'lmadi, kuniga 16 soatlab ishlashga to'g'ri keldi. Lekin meni maqsadim bor edi. Bu ishga kirganimda $400 oyligimni $10,000 oyligiga olib chiqish va undan keyin bo'lsa kattaroq ishlar qilishga xohish paydo bo'ldi. Ko'pchilik logistika sohasida faqat yuk tashishdan iborat deb o'ylashadi, lekin bu sohada odamlar bilan ishlash, strategiya bilan ishlash va hattoki psixologiyani tushunish ham juda katta rol o'ynaydi. Odamlar logistika sohasi katta pul olib kelishini bilishadi, lekin aynan qachon katta pul ishlab topish mumkinligini tushunishmaydi. Shuning uchun ham yarim yo'lda qotib qolishadi yoki tushib qolishadi. Agar siz logistika sohasida katta daromad topishni va bu sohada yaxshi natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, men bu videoda sizlarga o'zimni 7-8 yillik tajribam va bosib o'tgan yo'lim haqida aytib beraman. Shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Kelinglar, bugun logistika sohasida shu paytgacha 7-8 yil ichida erishgan narsalarim, bosib o'tgan tajribam barchasini sizlarga ulashaman. Hammasi qanaqa qilib boshlangandi, qanaqa qilib hozirgi Lionstar Groupgacha yetib kelganimni sizlarga aytib bermoqchiman. Birinchi bo'lib bu sohaga qanaqa kirib kelganim haqida gaplashsak, chunki ko'pgina yoshlarimiz hozirgi kunda aynan shu sohaga experiences, ya'ni tajribasiz kirib kelishga qiziqishyapti. Menda qanaqa bo'lgan? Hammasi o'zimni institutni bitirganimdan keyin o'sha bitta ikkita joyda o'zimni sinab ko'rganman va o'zbek kompaniyalarida omadim chopmagandan keyin, u yerda o'zimni ko'rmaganimdan keyin men qaror qilganman, til bilaman, ingliz tilini bilaman, Westminsterda o'qib chiqdim. Aynan meni qadrlaydigan joyda, o'zimni ko'ra oladigan joyda, o'sishga imkoniyat ko'ra oladigan joyda ishlayman deb qaror qildim. Va shundan keyin ish qidirishni boshladim. Bu paytda imkoniyat qatdan qidirdim, ish qidiradigan saytlar, Rabota.uz, hozirgi kunda hh.uz, shunga o'xshagan vakansiyalar bor saytlarni har kuni qarab turardim. Shuning uchun maslahatim har doim vakansiyalarni e'tiborli bo'lib, ularni bittasini ham o'tkazib yubormaslik kerak. Men ham xuddi shunaqa qilardim. Xohlagan vakansiyalarni har bitta talablarini ko'rib chiqib, agar menga yoqsa, har bitta vakansiyaga o'zimni CV'imni, rezyumimni jo'natardim. Demak, birinchi bo'lib logistika kompaniyalaridan menga taklif tushdi suhbat uchun va bu suhbatga borganimda ularni ofisi, ichkaridagi ikkitalab, uchtalab monitorlarni ishlatishayotganligini ko'rganimda, to'g'risi bu yerdagi vibe menga juda ham boshqacha tuyg'u berdi. Haqiqiy chet el kompaniyasiga kirib kelganimni his qildim. Shundan keyin u yoqda bor kuch-qudratim bilan intervyuda o'zimni ko'rsatishga, o'zimni bilimim, tilim qanaqa darajada, kelajakdagi erishmoqchi bo'lgan yutuqlarimni hammasini ularga aytib berdim. Va birinchi etapdan, birinchi intervyudan muvaffaqiyatli o'tdim va ular meni ikkinchi etap intervyuga chaqirishdi. Ikkinchi etap intervyu bu Amerikadagi ofis bilan bo'ladi deb aytishdi, Zoom orqali va menda ozgina hayajon bo'ldi, to'g'risi, chunki shu paytgacha o'sha paytda men 10 15 balki 20 tadan ham ko'p intervyuga ishtirok etgandim, lekin hammasi yuzma-yuz ofisda bo'lgan, intervyular bo'lgan. Amerika ular bilan qanaqa intervyu bo'lar ekan deb salgina hayajon bo'ldi, lekin u intervyuda ham maksimalniy darajada o'zimni ko'rsatishga harakat qildim. Bor bilimlarimni, o'rgangan yutuqlarimni, kelajakdagi maqsadlarim hammasini ketma-ketlikda strategiya orqali ko'rsatib berishga harakat qildim. Faqatgina bitta xato qildim. Bu xatoyimni qachonki logistika kompaniyasini o'zim ochib, ishchi yollashni boshlaganimda tushunib yetdim. O'sha kungacha tushunmagandim. Bu xatoyim nima bo'lgan? Boshida juda ham ambitsiyaga berilib, juda ham katta yutuqlarga erishaman. Как будто bu sizlarga kelajakda men konkurent bo'laman, sizlardagi xuddi sizlardagi biznes ochaman degan narsani ko'rsatib berish. Va yana bitta narsa, sizlarda uzoq vaqt ishlamayman degan narsani olib kelganman. Ya'ni ularning menga savoli bo'lganda, kelajakdagi rejalaring deganda, men kelajakda 1-2 yildan keyin chet elga o'qishga ketmoqchiman, magistratura o'qimoqchiman, kelajakda biznes egasi bo'lmoqchiman degan narsalarim meni minusimga ishlagan, sababi u kompaniya meni o'zi bilan uzoq vaqt borishimga ko'rmagan.
kelajakda ular meni konkurent sifatida ko'rgan, shuning uchun ham afsuski rad javobini berishgan. Ularga bir necha marotaba taklif bilan chiqqanman, kelinglar, men umuman oyliksiz ishlayman sizlarga. Menga sizlarning ofisinglar, komandanglar yoqdi. Shu yerda o'zimni ko'rsatmoqchiman degan takliflarni berganman, lekin hech qanaqa javob olmaganman. Shundan keyin hech narsadan to'xtab qolmaganman, yana qidirishda davom etganman va ikkinchi vakansiyada ham menga taklif keldi suhbatga. Bu ham xuddi shunaqa tracking kompaniya, Amerikan tracking kompaniyasi, yaqindagina O'zbekistonda o'z filialini ochgan edi o'sha paytda 2017-yilda. Bu safar yanada kuchliroq tayyorlanib bordim. Suhbatni o'tkazildi. Juda ham zo'r eslayman, juda ham zo'r ruhda o'tdi suhbat va menimcha o'sha ish beruvchiga yaxshi taassurot qoldira oldim. Tilim jihatidan, bu sohani ozgina bo'lsa ham research qilganim jihatidan va o'sha birinchi kunning o'zida ular meni ishga qabul qilishini, faqatgina 2 haftalik sinov muddati bo'lishini aytishdi. Va ularning bergan taklifi, to'g'risini aytsam, oylik borasida boshida $400 oylik bilan boshlaysiz, sizga to'g'ri keladimi deyishganda, men ichimdan shunaqangi xursand edimki, buni tasavvur qilish juda ham qiyin. Sababi u paytda meni oilam bor edi, undan oldingi ishlarimda unaqa katta oylikni umuman eshitmaganman ham, u yerda ko'rmaganman ham. Shuning uchun meni boshlanish nuqtam juda katta men uchun motivatsiya bo'lgan. Demak, sen $400 dan boshlab olsan, o'zimga maqsad qo'yganman. Bundan juda 10 baravarni ham ko'prog'ini erishaman deb maqsad qo'yganman. Va hammasi o'sha kompaniyadan boshlandi. Demak, 2 haftalik sinov muddatida turli xil departamentlarni ko'rdim. Ya'ni imенно tracking biznesda qanaqa departamentlar bo'ladi, qanaqa ishchilar ishlaydi o'tda ko'rib chiqdim va o'zimni bilimim, o'zimni tajribam hammasini hisoblab birinchi bo'lib buxgalteriyadan, accountingdan boshlashni afzal ko'rdim. Sababi mendan dispatcher yoki updater chiqmasligini tushunib yetgandim. Shuning uchun ustozga, o'tdagi Amerikada ishlaydigan ustozga shogird tushib, ularni boshida bergan vazifalarini qilishga kirishdim. To'g'risini aytaman, boshida o'zimni ko'rsatish uchun, qo'limdan biror narsa kelishini isbotlash uchun, bu kompaniyada o'zimni o'rnimni egallash uchun juda qattiq ishlashga to'g'ri keldi. Kuniga 16, bu yolg'on emas, 16 soat, kamida 12-13 soat ishlardim va 2-3 oy ichida juda ham zo'r natijalarni olib keldi bu narsa. Va har oy bizani oylik chiqqan paytda eng ko'p ishlagan, eng ko'p qattiq ishlagan xodimlarga bonus berilardi. Aniq eslayman, 1-2 yil mobaynida mana shu bonuslarning hammasini ko'p miqdorini o'zim olib kelgandim. Chunki boshqa jamoadoshlarim hamma bir-biriga ovoz bersa, ko'pchilik meni ko'p ishlab o'tirganimni ko'rib, harakatimni ko'rib, menga ovoz berishardi va ko'proq bonus olib kelardi. Demak, hammasi accounting departamentdan boshlangan. O'tda harakat qilganman, maksimalniy institutda olgan bilimlarimni qo'llashga va o'zimni mentorimga, ya'ni o'tdagi meni boshlig'imga o'zimni ko'rsatishga harakat qilganman. Va ular ham, meni boshliqlarim ham meni harakatimni ko'rib, juda ko'p narsani o'rgatishga ishtiyoqi bo'lgan va to'g'risini aytaman, meni eng zo'r maktabim o'sha bo'lgan va ko'pgina narsalarni o'rganganman. Bundan keyingi erishmoqchi bo'lgan yutuqlarim yanada ko'p edi. Logistika sohasida hamma narsani bilishga qiziqardim. Shuning uchun keyinchalik men fleet departamentga o'tib ketganman. Fleet departamentda ham boshida noldan boshlab, sekin-sekin har bitta fleet departamentni noldan qurishga harakat qilganman. O'zimni juda ham ko'plab shogirdlarimni chiqazganman u departamentda va departamentni ishini yaxshi yo'lga qo'yishga harakat qilganman. Bor bilimimni, kuchimni sarflaganman va o'zi natijasini bergan. Bizda o'sha paytda 200-250-300 talab trak bo'lgan va fleet departamentini juda ham zo'r boshqarganmiz, samarali boshqarganmiz, o'zini oqlagan va buni natijasida meni keyinchalik financial manager, ya'ni finansiy menejer sifatida butun kompaniyani, katta kompaniyani finansiy menejeriga olib chiqishgan va o'tda yana ko'plab narsalarni o'rganganman. O'sha Amerikada ishlaydigan buxgalterlarni ham даже boshlig'i bo'lganman. O'zim O'zbekistonda o'tirsam ham hamma finansiy xarajatlar bo'ladimi, accountingda bo'ladigan har bitta proses meni buyrug'im bilan, meni qo'l ostimdan o'tardi.
Bu juda katta menga maktab bo'lgan. Baxtga qarshi o'sha kompaniya, katta kompaniya oxirida o'sha investorlar tomonidan qaror qilishgan, bu biznesdan chiqib ketishga, yopishishga qaror qilishgan va bu kompaniyani boshqa bitta kompaniya sotib olgan. Men o'shanda ham boshqa kompaniyalarga ko'chaga ketmasdan shu kompaniya bilan qolganman. Faqatgina boshliqlarimiz o'zgargan, ular bilan hammasini noldan, boshidan boshlashimiz kerak edi. U yerda to'g'risini aytsam, meni o'zimni kuchim, bilimim qanchalik ekanligini sinab ko'rish uchun juda ham zo'r imkoniyat edi. Chunki hammasini noldan boshlashimiz kerak edi u yerda. Har bitta departamentni qurishimiz kerak edi. Shuning uchun u yerda основной qilgan ishlarimdan fleet departamentni noldan qurishga erishganman, buxgalteriyani noldan qurishga erishganman, safetyga ham aralashib, u yerda ham safetyda ham yaxshi natijalarga erishganmiz. Xullas, buxgalteriya, fleet, safety departamentlarida juda ham zo'r noldan boshlab traklarini 150 tagacha bo'lgan o'zimga tajriba yig'ganman bu kompaniyadan va shundan keyin hamma tajribalarimni yig'ib qaror qilganman. Meni qo'limdan o'sha kompaniya ochish, kompaniya yurg'izish kelsa kerak, baribir ham bitta sinab ko'rishim kerak degan qarorga kelib, Amerikadagi hozir kundagi ham birga sherigim ular bilan kelishganmiz, kompaniyani noldan boshlash, uni ishga qo'yish kelishib, shu kompaniyani, ya'ni Lion Star Logistics LLC kompaniyasini birgalikda yurg'izishni boshlaganmiz. Demak, ishchi bo'lib ishlagan paytdagi bosib o'tgan yo'limni aytib berdim. Bu где-то 3-4 yil ishchi bo'lib ishlaganman. Shu vaqt mobaynida turli xil departamentlarda o'zimni bilimimni sinab, noldan menejergacha chiqqanman. Oyligim o'zimni kompaniyamni ochib ketishim paytimda $10,000 ga oyligigacha chiqqanman va boshida shu sohaga kirganimdagi maqsadimga erishganman. Endi bitta ko'rib chiqsa, ishchi bo'lib ishlagan paytimda aynan qanaqangi narsalar, omillar bu oylikka chiqishimga, bu darajaga borishimgacha turtki bo'lgan desa, birinchi navbatda bu menimcha team bilan yaxshi ishlash, ya'ni har bitta team memberim bilan, kompaniyadagi har bitta odam bilan yaxshi chiqishganman. Eski ishlagan kompaniyalarimda o'zimni xarakterimni ko'rsatib, boshqa narsa qilmaganman va har bittasi bilan kelishib jamoaviy yo'l tutganmiz. Shuning uchun ham bu ham bitta omil bo'lgan. Keyingisiga keladigan bo'lsa, bu kommunikatsiya skilllarim borligi, bu ham menimcha o'ylaymanki, o'sha ishda yutuqma-yutuq erishishimda katta turtki bo'lgan. Eng asosiysi yana bitta omil, bu hech qachon bitta joyda qotib qolmaganligim va har doim o'zimni ustimda ishlab, keyingi bilimlarni olishga, yana o'rganishga, ishda ko'proq vaqt sarflab, yangi bilim o'rganib, keyin ishdan ketishga harakat qilardim. Ya'ni bugun ishga keldim, to'g'ri, ishdagi muammolarni hal qilish bu meni majburiyatim, lekin ishdan o'zimga nimadir yangilik, soham bo'yicha nimadir yangilik olishga harakat qilardim. Mana shu yangiliklar o'zimni ustimda doimiy ravishda ishlash yig'ilib menimcha har bitta bosqichda menga foydavor bo'ldi, keyingi bosqichga olib chiqishga yordam bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Xo'p, endi har bitta logistika sohasida ishlayotganlarga ham shuni maslahat berardim. Xuddi shu yo'lni tutishi, ya'ni sizlar jamoaviy o'yinchi bo'lishinglarni iloji boricha sizlarda agar leadership skilllari bo'lsa, bularni o'sha kichkina imkoniyat bo'lishi bilan o'zingizlarni kichkina jamoada bo'lsa ham ko'rsatib berishi, o'zingizlarni menejeringlarga, owneringlarga ko'rsatib berishi va hech qachon unutmanglar, ishga keldinglarmi, bugun o'zingizlarning sohangizda nimadir bo'lsa ham yangilik, kichkina bir dona bo'lsa ham yangilik har doim, har kuni olib ketishga harakat qilish kerak. Shunda o'zingizlarning sohangizda o'sish bo'ladi va oxir oqibat qaysidir darajaga yetganingizda bu yig'ilib sizlarni juda ham zo'r oylikka yoki bo'lmasa natijalarga erishgan, qo'ygan maqsadingizlarga erishishga olib boradigan eng zo'r instrument, eng zo'r yo'l deb o'ylayman. Ko'rib chiqqanimizdek, meni qisqacha tarixim shundan iborat edi va bu videoda iloji boricha o'zimni boshimdan o'tkazgan, o'zim to'g'ri deb bilgan tavsiyalarni berdim. Agar bu tavsiyalar sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib va kommentariyada o'zingizlar uchun olgan eng zo'r insightlarni qoldirishinglarni
va logistika sohasiga kirmoqchi bo'lgan yoki logistika sohasida ishlayotgan o'zinglarni tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim.